15 fevral shaftolilarni uborka ishlari bo'lyapti. Qolgan ildizlarni, katta shoxlarni, drabilka ololmaydigan shoxlarni chiqarish ishlari bo'lyapti. Bu chiqarishimizga sabab rasmida ko'rdinglar, shaftolilarimizda qo'zg'alish bor. Bu payvand bo'ladigan o'zi, Platarena 4 qo'zg'alish bor. Va mana bu UFO 2 bo'ladi. Bunda sal unaqa kuchli qo'zg'alishlar ko'rinmayapti hozir. Uyqu bor hali sal. Platarena 4da sal uyg'onish uji sezildi. Kavlin sepish maqsadida shaftolilarga qator oralarini tozalash ishlari bo'lyapti, texnikaga xalaqit bermaslik uchun. Yon kislotani teshib yubormaslik uchun. Leogarden olma bog'i.